zo'r texnika aytaymi qizlar? Rosa zo'r texnika. Men qadrliman degan gapni aytingda. Bo'lmasam, davaychi, ertaga 3-fevral hammaga buyruq, ertalabdan kechgacha men yaxshi odamman, men yaxshi odamman, biz yaxshi odammiz. Bizni gapiring, biz deng. Потому что siz bilan Alloh taolo bu bitta narsada. Mana shunaqa deng, biz yaxshi odammiz, biz yaxshi odammiz, biz yaxshi odammiz yoki men yaxshi odamman deb ertalabdan kechgacha 10 ming marta aytingda, avtomatik yaxshi odamga aylanib ketasiz. U ertadan keyin esa men qadrliman. Bo'lmasa ikkalasini mix qiling. Men yaxshi odamman, men qadrliman. Men yaxshi odamman, men qadrliman. Men juda ham qadrli insonman. Men olam uchun qadrliman. Men Alloh uchun qadrliman. Men qarindoshlarim uchun qadrliman. Farzandlarim uchun qadrliman. Erim uchun qadrliman. Qaynonaam uchun qadrliman. Olam uchun qadrliman. Oilam uchun qadrliman. Ayting. Mana shu so'zlarni so'kib aytingda. Ayting qizlar, natija bir kunda bo'ladi. 1000% garantiya beraman. 1000%. Bugundan boshlab mana hozir efir tugaydi-ku, tekin-ku, efir tugaydimi? Hech kimga aytmangda, eringiz eshitmagan bo'lsa, eshitmagan bo'lsa bilib qo'yish mumkin. Eshitmagan bo'lsa, prosta hozir efirdan keyin o'tirgan joyingizda ichingizda aytib o'tiring. Men qadrliman, men olam uchun qadrliman, erim uchun qadrliman, bolalarim uchun qadrliman. Men qadrliman. Prosta aytmangda, mana shunday sizdan energiya chiqsin. Men qadrliman degan. Shu emotsiyani chiqaring tepaga. Avtomatik eringiz o'zidan o'zi sizga boshqacha e'tibor qiladi. 1000% garantiya beraman. Qaynonangiz ham, bolalaringiz ham, ishxonaga borsangiz, ishxonadagilar, ko'chadagilar o'zidan o'zi sizga boru qadrli odamga qaragandek qaraydi.